Ya'ni eng boylari sepadigan atirni menga ko'rsat debdi. Desa, sen bu joydan topa olmaysan, u teparoqqa chiqsang eng qimmat atirlar o'sha yerda sotiladi debdi. Kirib, haligi joyda aytibdi, keling deb kutib olsa, menga Madinaning eng boylari sepadigan atirni menga ko'rsating, o'shani sotib olmoqchiman debdi. Ko'rsatsa, yo'q, bu emas, bundan ham yaxshisini, bundan ham eng boylarini atir sepadigan insonning atirini bergin, bu ham emas debdi. Keyin tortishib haligi do'kondor bilan haligi odam Muhammad ismli bola tortishib tursa, o'sha Madinani shayxlardan bir inson do'konga kirib ketdi. Shu yerda bir atir olaman deb tortishayotgan inson bormi debdi. Ha, inson o'na debdi. U holdan beri Madinani boylarini, atirini ber deb bizga to'polon qilyapti debdi. Kelib haligi shayx Muhammad ko'rib turib bir ko'rishlikka izn bering menga debdi. Keyin quchoqlashib